Xitoy qari jamiyatdagi mushtumzorlarni tozalash nomi bilan har bir kentdan 200 dan odam tutishni vazifalantirdi. 12 fevral China oid to'ri tarqatgan xabarda bildirilishicha, Xitoy Sharq Turkistonda qari jamiyatdagi mushtumzorlarni tozalash nomi bilan Burulto'qay noyisining har bir kentidan 200 dan odam tutgan. Xabarda Eli Qozoq Avtonom oblasti Xitoy saqchilariga har bir kentdan tutadigan odamlarning son o'lchimini vazifa qilib ko'rsatib berganligi, har bir yezdan oz deganda 200 dan odam tutish vazifasi tushirilganligi, Altay viloyatida saqchilarning fuqarolarni nazorat qilishni kuchaytirishi uchun fuqarolarga odatdagi telefonlarni tashlab, aqliy iqtidorli telefonlarni ishlatishga majburlaganligi oshkorlangan. Xabarda Qozoq fuqarolarining muxbirlarga oshkorlashicha, Xitoy bu yil 5-dan boshlab qari jamiyatdagi mushtumzorlarni tozalash nomi bilan tozalash buyrug'i tushirganligini, yerlik bexatarlik organlari ichki jihatda uqtirish tarqatganligini, uqtirishda har bir kentdan 200 odamni tutish belgilanganligini, tutilgan odamlarni Qozog'istondagi tuqqanlari yoki yaqinlari bilan maxfiy aloqa qilgan, diniy faoliyat bilan shug'ullangan, ya'ni ibodat qiladigan, namoz o'qiydigan va har qanday diniy faoliyatga qatnashadigan, burun turmada yetib vaqti to'shib qo'yib berilganlar qatorliq 3 xil tuhmat bilan tutganligini, ulardan hech qanday birini qo'yib qo'ymaslik buyrug'i tushirilganligini oshkorlagan. Xabarda yana Eli Qozoq Avtonom oblastida har bir nahiya va yezilarda yangi tuzumlarni o'ttirg'a chiqarganligini, benzin ishlatmoqchi bo'lgan Xitoy bo'lmagan har qanday kishi yerlik bexatarlik tarmoqlaridan isbot elishi kerakligini, isbotning vaqti faqatli 1 kun bo'lganligini, Qozog'iston bilan aloqasi bor kishilar doim chet elga chiqib turadigan kishilarga benzin qachlashga isbot qilib berilmaydiganligini, benzin ishlatishga isbot qilib beradigan yollanma xodimlarning dal yaqinda vaqtliq ishga qabul qilingan lukchak, axloqsiz kishilar ekanligini oshkorlagan. Sharq Turkiston xalqi bu yil Xitoyning chag'an mezgilida ishik oldiga panus esishga majburlandi. Sharq Turkiston xalqi bu yil Xitoyning chag'an mezgilida ishik oldiga panus esishga majburlandi. 12 fevral Xitoyning Tangritog' to'g'ri tarqatgan xabarda bildirilishicha, Aqsu Baynahiylik Partikom o'rinlashtirgan xizmat gruppasi nomidagi Sharq Turkiston xalqining beshiga balo bo'layotgan Xitoy ma'murlari yezi kentlardagi Uyg'ur aholilarini Xitoy chog'ida ishik oldiga osadigan panus setib olishga majburlagan. Shundaqla darvoza va ishikning ikki yon taraflariga chaplaydigan axlat sapsatlar yozilgan qog'ozlarni Uyg'urlarning ishiki oldiga esishga majburlagan. Yaqinda Sharq Turkistondan chiqqan bir qozoqning guvohlik berishicha, bu yillik Xitoy chog'ida musulmonlar bilan majburiy chetilib tuqqan qilingan Uyg'urlar Xitoylar bilan majburiy banshir tugib yeyishga majburlanganligini, Uyg'urlarning uyiga elib kelingan banshir qiymalarining qandoq go'sht bilan qilinganligini belgili bo'lmaydiganligini, rad qilguvchilarga darhol qalpoq tayyor ekanligini, har bir oilaga panus Xitoyning odatda ishik oldiga chaplaydigan sapsati yozilgan qog'ozlarni setib olishga majburlaganligini oshkorlagan. Sharq Turkiston Tashkilotlar birligi muhojirlarni Xitoyga qaytarmaslikni talab qilib bayonot e'lon qildi. Turkiyada faoliyat elib berayotgan 8 Sharq Turkiston ommaviy tashkilotlarining birlik kelishi bilan maydonga kelgan Sharq Turkiston Tashkilotlar birligi Malayziya hukumati bosh ministerligi va tashqi ishlar ministerligiga chaqiriq e'lon qildi. E'lon qilingan chaqiriqda tuvandagidek mazmunlar yer oldi. Xitoyning besimiga uchrab o'z yurtlarini tark etishga majbur bo'lgan Sharq Turkistonlik 11 Uyg'ur qarindishimiz 2 oy ilgari Tayland turmasidan qochgan bo'lib, hozir Malayziyada tutib turilmoqda. Ular aslida Taylandga qonunsiz kirgan degan tuhmat bilan 2014-yildan buyon Tayland turmasiga qamalgan edi. Bugun matbuotlarda Xitoy doiralari Malayziya hukumatidan u Uyg'urlarni qaytarib berishni talab qilganligi e'lon qilindi. Biz muhojiratdagi Uyg'urlar Malayziya hukumatidan ularni Xitoyga qaytarmaslikni talab qilamiz. 2015-yili 6-oyning 8-kuni Tayland hukumati Xitoyga qaytarib bergan 109 nafar begunoh Uyg'urning oqibatining qanday bo'lganligini hech kim bilmaydi. Ular izdiraksiz yo'qolib ketdi. Xitoy ular haqida xalqaro ma'lumot berishdan bosh tortdi. Malayziyada tutib turilayotgan 11 nafar Uyg'ur qarindishimizning oqibatining Taylanddan Xitoyga qaytarilgan 109 nafar Uyg'urga o'xshash bo'lib qolishidan andish qilyapmiz. Ularning Xitoy besimidan qochib Tayland orqali Malayziyaga kelgandan boshqa hech qanday bir jinoyat yo'qdir. Faqat bir inson va musulmon bo'lish sifati bilan diniy va milliy madaniyat erkinligi bilan insondak yashash orzusidan boshqa hech qanday maqsadi yo'qdir. Shuning uchun Malayziya hukumatining bu masalaga insonparvarlik jihatda va islomiy jihatda qarab chiqib,
bu Uyg'urlarning haq huquqlarini qo'g'dashga va adil bir taraf qilishga chaqiriq qilamiz. Shundaqla Xitoyga qaytarmaslikka kafolat berishini talab qilamiz. Chunki ular Xitoyga qaytarilsa, uzun muddatlik turmaga qamaladi, hayotiy tahdidga uchraydi. Shuning uchun biz Turkiyada faoliyat qilayotgan 8 Uyg'ur tashkilotining birligi bo'lgan Sharq Turkiston tashkilotlar birligi bo'lish sifatimiz bilan Malayziya hukumatidan islomiy qarindosh bo'lgan musulmon Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib bermasdan erkin qo'yib berishini talab qilamiz. Hurmat bilan Sharq Turkiston tashkilotlar birligi, Turkiya. Sharq Turkiston tashkilotlar birligiga a'zo jamiyatlar tumandikicha: Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati, Sharq Turkiston ulamolar birligi jamiyati, Sharq Turkiston yoshlar va madaniyat jamiyati, Sutuq Bug'roxon ilm va madaniyat vaqfi, Iymon diyori ilm va hamkorlik jamiyati, Aysa Yusuf Alptekin vaqfi, Uyg'ur ilm ma'rifat vaqfi, Uyg'ur ilm va tadqiqot vaqfi. Uyg'ur qizi Asiya Qaraqash Türk dunyosiga to'kib qo'shqanlar medaliga erishdi. Turkiyadagi eng chong ommaviy tashkilotlardan biri bo'lgan Ulka Ojoqlari ta'sis qilib, har yili Türk dunyosi uchun to'kib qo'shqanlarga tarqatilayotgan medalning Türk dunyosining madaniyat san'at sohasiga to'kib qo'shqanlar medali Uyg'ur qizi Asiya Qaraqashga berildi. Ulka Ojoqlari tashkilotining to'r betida e'lon qilingan xabarga asoslanganda 2015-yili Turkiyadagi kishilarni Türk dunyosi uchun bo'libmi besim ostida turayotgan turkiy millatlar uchun ishlashga rag'batlantirish uchun Türk dunyosiga to'kib qo'shqanlarga tarqatiladigan medal ta'sis qilingan. 4-chi qitimliq medal tarqatish murosimi bu yil 11 fevral yakshanba kuni kechda Istanbulning Asarlar rayonida o'tkazildi. Murosimga ba'zi siyosiy partiyalarning mas'ullari, parlament a'zolari, ommaviy tashkilotlarning mas'ullari va xalqdan bo'lib ko'p sonda kishi ishtirok qildi. Uyg'ur qizi Asiya Qaraqashga medalni parlament a'zosi Arzu Ardam xonim taqdim qildi. Murosimga riyosatchilik qilgan kishi Asiya Qaraqashning ismini mundoq e'lon qildi. Uni yillardan beri taniyman. Sharq Turkistonlik Uyg'ur qizi, rasm tortish san'atkori Asiya Qaraqash xonimga madaniyat san'at medali berildi. Asiya Qaraqash medalni olgandan keyin so'z qilib mundoq dedi: "Men bu medalni o'zimning nomida emas, Turk dunyosining qalbi, qonigan yarisi Sharq Turkistonlik Uyg'urlarning nomidan olganligim uchun faxrlanaman." Uyg'ur qizi Asiya Qaraqash butun so'rinlarda atlas ko'nglak Uyg'ur do'ppisi bilan ko'rindi. U 1993-yili Istanbulda tug'ilgan bo'lsa-mu, Uyg'urchani yaxshi so'zlay oladi. U bu vaqtda to'xtalib, tilimiz, kiyim-kechikimiz, urf-odatlarimiz bizning milliy kimligimiz. Shunga ota-onamiz bizni kichikimizdan tortib uyda Uyg'urcha so'zlashga majburlaydi. Uyg'urlar borgan so'rolarga borsak, Uyg'urcha kiyinib boramiz. Shunga men har qanday murosimga qatnassam, atlas ko'nglak bilan do'ppi kiyib boraman. Shunga men chet eldagi Uyg'ur yoshlarini bularga ahamiyat berishga chaqiraman dedi. Şiirden öncelikle şunu söylemeliyim ki ben bu ödülü şahsım adına değil de burada Türk dünyasının kalbi olan kanayan yara Doğu Türkistan adına bir Uygur kız almaktan gurur duyuyorum. ...2009 yılında Ürümçi katliamı sonrası yazmış bulunduğum şiirimi sizlerle paylaşmak isterim. Teşekkürler. Yine sessizlik. Yine aynı haykırış var. Tıkanan kulaklara inat. İçten kopan bir feryat var. Görünen toz pembe bir hayat olsa da kilitli kalmış bedenlerde çaresiz çırpınan ruhlar var. Dava ağır, vurulan damga kahve olsa da hala direnen var. Ana yurdum Türkistan'da şarktan garba zulme isyan var. Tükenmez yılların ahtına, dökülen her ananın kahırlı gözyaşına
teşekkürler. Türk dünyasıga xizmat qilganlarga tarqitilayotgan bu medalni tarqitish murosimiga Sharq Turkiston vaqfining bosh kotibi doktor Ömer Qul apandi qatnashdi va Uyg'urlar to'g'risida so'z qildi. Türk dünyasıga to'kib qo'shganlar medali bu yil adabiyot, san'at, siyosat, tantarbiya va axborotchilikqa o'xshash 15 sohada to'kib qo'shganlarga tarqitilgan bo'lib, mukofot sohiblari mukofotga nomzod ko'rsatilgan 10 minglagan kishi ichidan ijtimoiy taratqularda bilet tashlash yo'li bilan tanlandi.